Assalomu alaykum, qarong'ulikni yengib, yorug'likka chiqqan g'alba quvuvchi izbosar qayrindishim. Yetingizga muborak bo'lsin. Bugun atgan bu quyosh tunugungi quyosh emas. Bugun aynakka qarab turgan siz buningdan 30 kun burun bu darsni tunji oshgan ashu ojizsiz emas. Esingizdami? Biz birinchi kuni bu safarni boshlaganda sizning ko'zingizda men zodi o'zgaralamanmi? Rostilla bir ish qo'limdan kelamo degan ishkilnish va qo'rqinish batdi. Bugun men sizning ko'zlaringizning tegidan men o'zimni o'zgartdim. Endi dunyoni va tariximizni o'zgarta olayman degan tashnimi ertalaydigan bir qat'iy ishashni ko'ryapman. Mening izbosar qayrindishim. Bu hit faqatli tatliq turum yeydigan oddiy bayramni emas. Bu hit sizning 30 kun bo'yicha o'z nafsingiz ustidan, o'zingizdagi g'ururlik ustidan va millatni qoplab ketgan umidsizlik ustidan qozongan, g'alaba qilgan tunji ulug' g'albingizning bayramidir. Bir askar harbiy lagerga birinchi kuni kirganda bo'shang, qo'rqinchoq bo'ladi. Ammo bir oylik qon va ter mashqidan keyin u ko'zida o't chaqnaydigan, muskullari po'latdek bir yangi jangchiga aylanadi. Siz bugun dal shu ruhiy mashq lagerdan butunlay yangi bir inson sifatida chiqdingiz. Bugun nihoyatda tez o'tib ketgan shu 29 kunga bir qarayli. Biz nimalarni boshdan kechirdik? Biz kimlikni tunudik? Biz yolvurib yashaydigan musofir emas, mazlum millatning davlat qurg'uvchisi dedik. Biz dushmanni analiz qildik. Hissiyot bilan emas, aql va sistema bilan taqobil turishni o'rgandik. Biz badanni chingitdik. Yumshoq bo'lmay, tog'dek, po'latdek bo'lishga qasam qildik. Biz iqtisodni so'zladik. Davlatning sadiqi bilan emas, erkinlik beji bilan qurdiganligini tushunib ketdik. Mana bu jarayonlar osonga to'xtamadi. Ba'zida zerikdingiz, ba'zida qiynaldingiz. Bu xuddi yabig'irlab mangadigan ojiz bir qurtning pilliga kirib, qop-qorong'u shu tor bo'shliqda o'z tenini azob ichida eritib, oxirida pillini yirtib, osmonda erkin uchadigan go'zal kepenak bo'lib chiqqaniga o'xshaydi. Siz dal mushundoq azobliq va go'zal o'zgarish jarayonini tamomladingiz. Hozir yana bir qaytim aynakka qarang. Sizning ko'zlaringizda hozir gangrashning u iznasi hargizmi yo'q. Ko'zlaringizda faqat oldiga tikilgan, hech nima ta'virtanmaydigan o'tkir bir nishon bor. Mana bu bizning eng buyuk utqimiz. Bugun hit. Xo'shal bo'ling, kuling. Oilangizni so'yib quchoqlang. Ammo men bilaman, har bir haqiqiy izbosarning kulimsirgan yuzining orqasida hamisha og'rib turadigan, mojib turadigan bir yetimsirash tuyg'usi bo'ladi. Chunki biz uchun ikki xil hit bor. Birinchisi kichik hitimiz. Bugünkidek muajiratda boshqalarning tuproqida bir-birimizga qarab kulimsiraydigan kun. Ikkinchisi cho'ng hit. Bu bizning haqiqiy hitimiz. Vatanimiz ozod bo'lib, Urumchining maydonlarida, Qashqarning hitgohida, Xotanning ko'chalarida, G'uljining gulliklarida dushmanning ko'langisi yo'q. O'zimizning ko'k bayroq ostida hech kimdan qo'rqmay, g'ururli holda Allohu akbar deb sajdaga boradigan ashu buyuk kun. Bilib qo'ying. Bugungi bu hit, shu yetib keladigan cho'ng hitning faqat bir mashqi. Biz bugun shuning uchun yangi kiyim kiymizki, dushmanga ruhimizning hargiz o'lmaganligini jakarlash uchun. Biz bugun shuning uchun bir-birimizni mahkam quchoqlaymizki, biz chechilib ketmadik. Biz bir sap, biz bir tan deganni dunyoga isbotlash uchun. Agar biz bu 30 kunda o'rganganlarimizni, shu istiqomatni, shu fidokorlikni ati tashlab qo'ymay izchil davomlashtirsak, Allohning nomi bilan deymanki, shu cho'ng hit namozini cho'qim bir kuni va cho'qim o'z vatanimizning tuproqlarida o'qiymiz. Bu ham xiyol emas. Bu tavranmas iymon bilan to'mirdek planning birlashmasidir. Endi bizning rasmiy darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Men qo'limdan kelishicha sizga yo'l ko'rsatdim. Fikr qoralini qo'lingizga tutqizdim. Endi mening vazifam tugadi. Endi tarix sahnasi butunlay sizning. Bu sizni ko'rib bo'lgandan keyin kim sizni atigan 5ta uyg'otadi? Hech kim, faqat o'zingiz. Kim sizni kitob o'qi deb qistaydi? Faqat o'zingizning uyg'ongan vijdoni. Kim sizni yiqilganda yo'laydi? Faqat o'zingizning po'latdek iymoni va irodasi. Siz endi boshqalarning yetaklashiga muhtoj ojiz odam emas. Siz harakati bilan yetaklaydigan bir yetakchisiz. Eshikni ichib, sirtqa chiqing. Uxlayotgan yoshlarni uyg'oting. Mendan olgan bu izbosarlik nurini shularning qalbiga yetkazing. Ko'payayli, texmi mustahkam bo'layli.
Xayr, mening qadrlik izbosar qarindoshim. Bu yo'l jafoliq, tikanlik ham yolg'iz qoladigan yo'l. Ammo shuni bilib qo'yingki, bu yo'l bu dunyodagi va oxiratdagi eng sharafli yo'ldir. Bugungi va bu safardagi eng oxirgi 29-topshiriqingiz. Sizga boshqa vazifa yo'q, faqatla mushuli bor. Birinchidan, hozir berib aynakning oldida tik turing. Yangi kiyimlaringiz bilan o'zingizning ko'ziga tikilib, o'zingizga hurmat bilan bir askarcha salom bering. Ikkinchidan, ondan uy tavrab ketgudek kuchlik ovozda muni va'dini takrorlang. Men izbosar, men vatanimning, men millatimning umidi. Men boshlagan bu muqaddas yo'ldan toki g'alaba qilmag'ucha, toki shu ko'k bayroqni o'z qo'lim bilan vatanimga qadimag'ucha hargiz bu yo'ldan qaytmayman, voz kechmayman. Allah yuragingizdagi bu o'tni sundirmasin. Allah har qadamingizni qo'g'disin. Allah ko'z yish qilayotgan millatimizni tezroq ozodlikka erishtirsin. Bu bir oxirlish emas, balki yangi bir boshlanish. Ishimiz endi boshlandi. Texmo hayajonli minutlar texa oldimizda. Kanalimizga agishveling. Tekrar hetingizga muborak bo'lsin. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu.